ko'p tahqirlar, ko'p haqoratlar ostida yashagan ayol xolis esin ketadi sizdan. Juda oson ishlagan san'atkorim Mavluda Salxo'jayeva. Yaxshi kunga yetmoq uchun yomon kundan o'tmoq kerak deydi. Jigarlarni yo'qlamagaga qanaqa katta jazo bor, buni mendan ko'ra siz yaxshi bilasiz. Olib ketishdilar, shunday oldilardi, endi rahmatli. Shunday oynani ochdilar, shunday org'itib o'rganlar. Bu ayolni bilmasdan turib qoralamanglar. Yo bo'lmasa oxir-oqibat prezidentga chiqaman. Lolaxon qancha daromad topar ekan bu she'rlarning orqasidan? Shunaqa erkaklar bor, o'tirib olib ayoldan 5 marta g'iybat qilib o'tiradi-ya. Dadaga to'ymay o'tdik, lekin amakiga to'yishimiz mumkin edi-ku. Siz birovni bilmasdan turib haqorat qilishga haqqingiz yo'q-da. Siz qo'lingizni ushlab olmagansiz, shamchiroq yoqib turmagansiz. Nahotki endi kostyum kiydim, yor deb qo'shiq aytadimi? Eng ko'p gonorarni kim bergan? Men Yulduz Usmonovani o'ziman dedilar. Endi men Sabina Marashni keyingi kirishini kutyapman. Mo'ralamang eshiklarni qoqmasdan. Qoralamang odamlarni bilmasdan. Lekin siz samimiy ekansiz, siz o'zi bir bitta gaplashganda Yulduz Usmonovani qalbini ko'rgan inson ekansiz. Xudo xolasa yo'q demaydilar sizga. Xudo xolasa. Yulduz opasiga katta rahmat. Boringizga shukr. Eng yaxshi mana shu jurnalistlardan biri bo'ling. Omad faqat sizlarning kuzatuvchilaring ko'p bo'lsin. Millionlab prosmotrlaring bo'lsin. Bugun yaratganga yolvordim tinmay. Inson qadri oyoq osti bo'lmasin. Yashayman hayotdan umidni uzmay, insonning insondan ko'ngli qolmasin. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi suhbatimiz yuqoridagi go'zal satrlar muallifi, shoiramiz Lolaxonim Sobirova bilan bo'ladi. Assalomu alaykum Lolaopa. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Lolaopa juda ham go'zal satrlar yozgansizda, mana yuqorida aytib o'tdim. Bugungi kunni eng dolzarb muammolaridan birida dilozorlik qilib qo'yamizda ko'pincha. O'zimiz bilmagan holat. Shunday. Bu she'rning yaratilishi qanday bo'lgan o'zi? Bu she'rda shu insonlarda bir-biriga mehr oqibati yo'qolib ketayotgan bir paytda yozganman. Hozir ham shunaqa desak bo'ladi. Men yoshligimni eslayman-da. Yoshligimizda eshiklarimiz ochiq turardi, darvozalar birov kirmas edi. So'roqsiz birov uyingizga kirib kelmas edi. U degani so'roqsiz qalbingizga ham kirib kelmas edi. Bir sabab bo'lmasa sizni xafa qilishmas edi. Hozir sizni tanimasa, siz haqingizdan har xil gap gapirib, orqangizdan tosh otib, sizni qalbingizni og'ritishga insonlar juda usta bo'lib qolgan. Shuni bir ko'nglimga olgan holatda shu narsa yozilgan. Bu oxirgacha o'qisa juda go'zal she'r. Yurakdan chiqqan narsa baribir yurakka yetib boradi-da. Ha, albatta. Yurakdagi shu torlarni chertadi deydi-yu. Menda ko'proq bilasiz, dardli narsa ko'p yozaman. Uni ko'p meni o'quvchilarim yaxshi bilishadi, she'riyatni o'qiydiganlar. Ko'proq shu dardli, qalbga kiradigan, yig'latadigan she'r yozaman. Bilmadim nimaga, lekin shunaqa yozaman. Ko'p san'atkorlar bilan ishlaysizda. Mana Yulduz Usmonova, Dildora Niyozova, Mavluda Salxo'jayeva, Xadija Qurbonova, Dilfuza Ismoilova va Feruza Jumaniyozovalar bilan aksariyat ko'pincha ishlaysiz. Bu san'atkorlar bilan ishlash jarayonida qaysilari bilan osonroq ishlaysiz, qaysilari bilan ishlash ozgina murakkabroq? Endi injiqligi bo'lishi mumkin, baribir ijodkorning. Injiqligi albatta, injiqligi o'z-o'zidan primadonnamiz, o'zbek san'atining qirolichasi Yulduz Usmonova bilan ishlash oson emas. Kerak bo'lsa, o'sha musiqaga so'z deymiz, biz she'r deymiz. Endi musiqaga so'z yozilsa, kerak bo'lsa 10 marta almashtirtiradilar. Oddiy so'z, bitta so'z yoqmay qolsa, she'rni boshqatdan yozishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun juda qiyin, juda oson emas. Hali shoirlar oson deb o'ylaydi, Yulduz Usmonovaga mana she'rni bersam tez, yo'q, juda qiyin. Bu insonning ko'nglidagidek so'zlarni topib, o'sha musiqaga tushadigan. Menga ko'p musiqaga yozishni bilmayman, menga Yulduz Usmonova o'zlari yordam beradilar. Bir nimada yozamiz ko'proq. Naqoratlarni yozib berar ekan. Naqoratni Yulduz Usmonova o'zi yozadi. Nafaqat menga. Umuman har bir shoirga she'rni olishlaridan oldin yoki bir so'z yozdirishlaridan oldin musiqani yozayotganda Yulduz Usmonovaga naqorati o'zi keladi. Ideya deymiz, o'sha ideya bilan naqorat o'zi keladi, mavzu. Qiyin ishlagan san'atkorim bu haqiqatdan Yulduz Usmonova, buni hamma biladi. Juda oson ishlagan san'atkorim Mavluda Salxo'jayeva. Mavluda opamga shunday she'rni bersam va Feruza Jumaniyozova shunaqa. Shoirni qalbiga ishonishadi bular. Shoirni qalbiga quloq soladi. Chunki she'rni berganimda
Shunday o'qiydi-da, Feruza Jumanizam voy opa ichimdagini yozibsiz dedi. Chunki endi bilmadim. Men ularga nimaga she'rni o'zini berma, ular o'zi musiqa yozadi. Menga juda oson bu. Musiqaga so'z yozgandan ko'ra she'rni taqdim qilsangiz, unga o'tirib bir kompozitor musiqa qilib ishlasa, masalan, Dilfuza Ismoilova ham shunaqa ishlaydilar. Juda oson. Eng oson yo'li shoirga menimcha shu bo'lsa kerak. Lekin naqoratini yozib bering deyshadi. Ko'pincha kompozitorlarning o'zi yozadi naqoratni. Ko'pincha o'zimga murojaat qilishganda ana shu mavzudan kelib chiqib naqorat yozib beraman. O'ylaymanki, yozgan naqoratlarim hali nima deydi, yoqadi, chunki musiqaga ham tushadi. Opa, keling shu o'rinda bir sizdan she'r eshitaylik. Sog'inchimga daryo teng kelmas. Ishonchimga ummon teng kelmas. Siz yo'q bu dunyolar tatimas. Jon sevgilim, bir yo'qlab keling. Yuragim sog'inchdan xapqirar. Madorim kun sayin toliqar. Qarang, qarang umr daryodek oqar. Muhabbatim, bir yo'qlab keling. Farg'ona ham bir qadam asli. Sizga bo'lgan alam bor asli. Bahorda emas, hozir kuz fasli. Jon sevgilim, bir yo'qlab keling. Ko'z yoshimga rahmingiz kelsin. Sog'inchlarim shamoldek yelsin. Sizni kutgan dil qurib ketsin. Lolangizni bir yo'qlab keling. Jon muhabbat, bir yo'qlab keling. Sog' bo'ling, juda ham go'zal satrlar. Shunday go'zal satrlarni xalqimizga yetkazish yo'lidagi sizni harakatlaringizga to'sqinliklar bo'lganligi haqida eshitdik-da. Dastlab shu ijodingizni qilishingizga shu turmush o'rtog'ingizni qarshilik qilganliklari haqida. Juda ko'p qarshilik bo'lgan. Bilmadim, endi she'r yozdirgilari kelmagan. Bu she'rni men o'zi asli 9 yoshimdan bir qo'limga qalam olib, hali bolalarcha yozgan bo'lsam, 16 yoshdan keyin men bu narsaga jiddiy qaray boshladim. Jiddiy qaray boshladim degani adabiyotni tushuna boshladim. Chunki maktabda ona tili, til adabiyotdan juda yaxshi o'qiganman. Men hozir qo'rqmay ayta olamanki, kimki til adabiyotdan, o'sha o'zimizning o'zbek tili adabiyotidan juda yaxshi o'qisa, o'sha olmoshlarni bilasiz, o'shalarni hali tez tushunib, tez o'shalar haqida gap tuza olsa, u odam qo'rqmay she'r yoki bir ssenariy yoza oladi, hikoyacha yoza oladi deb o'ylayman. Chunki o'zimning boshimdan o'tdi-da bu. Shuning uchun o'sha paytda bir turmushga chiqqan paytimgacha yozdim. 19 yoshda turmushga chiqqan bo'lsam, lekin u yog'iga xo'jayinim ruxsat bermaganlar. Endi bilmadim, balki rashkdir, balki bu hozir she'r yozsa ko'tarilib ketadi degan bir nima bo'lgandir-da endi ichida, qalbidagini men bilmayman. Shuni bir Farg'ona haqiqati gazetasida birinchi o'rinda olganman. She'r yozib borganda birinchi o'rinda olganman. Xursand bo'lib, qaytishda kelasam o'sha yerga boraman degan, u paytlarda telefon yo'q, kelibdilar. Men shunday chiqayotgan paytda xo'jayinim boshida turib chiqdim. Ha voy, mana o'tib paydi, men xursand bo'lasiz-ku endi. Voy, mana she'rlarim o'tibdi, bir neydi, mana ona o'tdi, u o'tdi, bu o'tdi desam, olib kelchi dedilar, shunday oldilar endi rahmatli. Shunday oynani ochdilar, shunday org'itib o'rgandilar. Hamma she'r. Endi albatta nechta she'r bor bilmayman, hammasi qo'l yozma. U she'rlar menga qaytib kelmaydi. Chevaram oldinga qilgan dizaynerni endi qila olmaydi-ku qaytib. Shuningdek, mana u she'rlarni qayta tiklay olmadim. O'sha yerda yig'ladim. Dod faryod qildim, xuddiki meni bolamdan ayirgandek. U paytda hali farzandlik ham bo'lmagan edik. Keyin undan keyin yozib qo'shnim bor, o'sha Farg'onada yashagan paytimizda Lola Karima bor, shu qiz ham ko'rib turibdi, meni 23 yillik do'stim. Bor yo'g'imda yonimda turgan va turadi, bundan buyog'i ham turibdi ham. Mana shu qizga men she'rlarni berib qo'yardim. Uyda she'rni ko'rib qolsalar janjal bo'ladi. Kimga yozding, nimaga yozding, yana yozdingmi, yirtib tashladi. Xohlamaysiz-ku, siz yaratgan asarni xo'j u turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, xoh farzandingiz, xoh onangiz bo'lsin, uni yirtib tashlashga men o'ylayman, hech kim haqqi yo'q. Bu Alloh tomonidan berilayotgan sizga qobiliyat. Alloh tomonidan berilayotgan inoyat bu, ilhom bu. Buni siz Alloh qalbingizga solganda, siz qog'ozga tushirsangiz, uni men o'ylaymanki, hech kim haqqi yo'q yirtib tashlashga. Ha, o'sha paytda endi ojiza bo'lganmiz, baribir ojiz biz erkakda oldida. Shu Lolaxon o'rtog'imga berib qo'yardim. Shu qiz she'rlarimni saqlab, o'zini stenkasini jamadonda deymiz, tortma deymiz, shularga qo'yib qo'yardi. Shunday qilib saqlaganman. Keyin baribir hayotingiz o'xshamadi. Ajrashib ketdingiz. Nima sabab bo'ldi shu ajrashishlaringizga? 17 yil yashadik. Alloh ozmi ko'pmi chiroyli hayot berdi. Yaxshi kun bo'ldi, yomon kun bo'ldi. Farzandlarim dunyoga keldi.
Bizda Rashid orqasidan juda ham katta janjal bo'lardi edi har kuni. Har kuni deyarli qo'shnining uyiga ham chiqib ozgina o'tira oling. O'tirasiz, ayol kishisiz, zerikasiz, siqilasiz, ozgina qo'shni bilan hali hamdardlik qilgisi keladi. Chiqib o'tirsam ham uyga kirsam kalta yeyaverardim. Endi gapirish yaxshi emasdir-ku, lekin ko'karib har hafta endi mana mashatimga kalta yerdim ko'pincha. Har hafta endi ko'kim ketganda yana yangilanardi. Hali qo'shnilarga, qarindoshlarga xijolat bo'lganimda, voy eshikka urib oldim, voy aytdim mix kirib ketdi, voy xullas mana shunaqa har xil bahonalar bilan bitta narsada ayol kishiga mehr bermasangiz, pul bermasangiz ham mayli. Ayol kishiga gul bermasangiz ham mayli. Ayol kishiga shirin so'z bilan mehr bermasangiz, men o'ylaymanki, luboy ayol kishi sizdan qochib ketadi. U xoh ali men metinliman, men sabrliman, meni sabrim metindan da qattiq degan ayol ham qochib ketadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mehr menga ko'p berilmadi. Deyarli berilmadi. Chunki ko'p ko'p tahqirlar, ko'p haqoratlar ostida yashagan ayol xolis ketadi sizdan. Uni bir qanaqadir parda yopib turgan bo'lsa, o'sha pardani ochib bo'lsa ham ketadi. Chunki menda shunaqa narsa bo'ldi. Men buni ko'p joyga aytmayman deyman, lekin baribir savol bergan qizlar umid bilan chaqirasizlar, nimanidir qaysidir bir ochilmagan qirrani ochishga, ochilmagan sirlarimni ochishga harakat qilasizlar. Shuning uchun aytaman, shu ko'p kaltayib, ko'p haqoratlanib, ko'p xo'rlangan ayol ko'pga bormaydi. To'g'risi 17 yil yashadim, yana ham 17 yil sabrimga Allohga shukr qildim. Chunki baribir 17 yil hazil ekan emas-da bu. Ta o'g'lim tug'ilguncha bir shapalag'im yemay yashaganman. 1 yil, rosa 1 yil kalta yemay yashaganman. Endi yo har bir ayolni boshda bo'ladigandan ko'prog'i bo'ldi. Bir narsa aytaman, baqani ham 1 marta, 2 marta, 3 marta oxir bossangiz vaqillaydi. Inson ham oxir to'ladi. 1 litr bankaga 1 litr suv sig'adi-da, 1,5 litr sig'maydi. Shuning uchun demak, meni sabrim, meni matonatim, meni irodam 17 yilga yetibdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra siz o'zi aslida sevishib turmush qurgansiz, to'g'rimi? Albatta. Sevishib 3 yil sevishib turmush qurganmiz. Balki o'sha rashkning o'ta kuchliligi ham balkim shundandir deb o'ylayman. Ortiqchasi albatta har narsani. Me'yori, ovqatda ham me'yori deymiz-ku. Har qanday vaqtda ham hech qachon bizni tashlab ketmaydigan, yonimizda turib bera oladigan insonlar bu ota-onamiz bo'ladi-da. Keling shu ota-onangiz haqida ozgina suhbatlashaylik-da. Dadangiz rahmatli bo'lib ketganlar-a? Otam o'sha 8 yoshmanmi, 9 yoshmanmi, yaxshi eslolmayman, maktabga boradigan paytimizda olamdan o'tganlar. O'sha ichkilik sababli, men shuning uchun ichkilikni juda yomon ko'raman, juda. Ichkilik biz otamizni bizdan ayirgan, bizdan olib ketgan. Amakalarimdan bitta reaksiya bo'lmagan, men shunga xafa bo'laman. Bitta reaksiya. Bu ukam o'lib ketdi, ukam bolalari yo'q deb bitta bag'riga bosib, bilmayman qanaqa jigar unaqalarni men endi o'tim ham ketishgandir, bilmayman. O'shandan keyin ajrashish, o'sha dadam o'tganlardan keyin bizda umuman bordi keldi yo'q. Chunki onamga sani qizlaring bor, o'g'ling yo'q deb bizni hovliga kiritishmagan, yashatishmagan. Biz keyin buvimni hovlisiga kelib yashaganmiz. Shuning uchun men amaki nima, amma nima mehr bilmay o'tdim. Balki bizni ham ichimizda bordir o'sha amakini, ammani mehrini hali his qilmasdan yashaydi. Chunki xuddi begonadek yashaydi-da. Masalan, Alloh ham aytadi, Qur'onda o'tsa silay rahim deydi. Silay rahimni o'zingnikidan boshlashing kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi ammalarimiz, amakilarimiz ko'proq jiyanlarga mehr berishsa. Chunki bizdek katta bo'lishganda, ulg'ayishganda ortga qaraganda bir ammadan yo amakidan bir yodgorlik ishtima qolmaydi-da. Bu yodgorlik deganda albatta bir mol, dunyo bas. Yodgorlik deganda bir shirin so'z, bir chiroyli xotira qolish kerak insonga. Bir mehr, muhabbat, ana shularni bir o'rnini yo'qligini inson bilish kerak. Masalan, men bilmayman, ular nima, kim? Xo'p, dadaga to'ymay o'tdik. Lekin amakiga to'yishimiz mumkin edi-ku. Hali mayli, dadam o'lgan taqdirda ham bir oyda bir xabar olib qo'ygan bo'lishi mumkin edi-ku. Men politexnika institutida ishlab yurgan paytimda
Bir qiz bo'lardi. Uni ham familiyasi Sobirova. Qaraydi, endi qay darajada qarindoshlar yaqinmiz. Sobirova aytdim, "Sen nimaga Sobirovasan?" deb hazillashardi. Men rektoratda o'tirardim, ular dekanatdan kelishardi. To'g'risini aytaman, mencha qo'polroq, qattiq qo'lliklar uchun ko'pchilik mendan hayiqar. Voy bilmayman, Lola Sarab Sobirova, mana Sobirova deb hazillashardi. Bilsam, ana shu qiz meni amakimning qizi ekan. Nima deysiz bu gapga? Necha yildan keyin billa ishlab yurib, billa menimcha bu institutdan chiqib ketganimdan keyin bildim, anchadan keyin bildim-da. Mana amakivacham bilan bitta politexnika institutida, bitta tomdosida ishlar ekanmiz. Bitta tashkilotda ishlar ekanmiz. Vaholanki begonadek biz. Bu juda achinarli holat. Balki endi shunaqadir, lekin bizni mo'min musulmonchilikda bu narsa juda achinarli holat. Ertaga Alloh taolodan nima deb javob beramiz? Jigarlarni yo'qlamaganga qanaqa katta jazo bor? Buni mendan ko'ra siz yaxshi bilasiz. To'g'ri. O'qigansiz, eshityapmiz. Instagramga kirsangiz butun domlalarning gapini eshitamiz. Ular ham osmondan olib gapirmagan, shu Qur'ondan olib, kitobdan olib gapiradi. Shu qarindoshlarga mehr oqibat ko'rsatmagandan keyin endi men bilmayman. Men qo'rqaman. Masalan, men bilganimdan keyin aloqani tiklashga harakat qildim, lekin bo'lmadi. Bir tomondan nido bo'laversa-da, ikkinchi odamdan javob bo'lmasa, bu juda qiyin. Endi hozir keragi yo'q. U paytda kerak edi. Yoshligim, yosh edim. Onam 4 ta 5 ta bola bilan qiynalib yurgan paytlarida edi. Balki o'sha paytda kerakdir. Endi hozir kerak emas. Endi amaklarim o'tib ketdi. Qolgan bo'lsa xotinlari qoldi. Siz hozir mana aytyapsiz-da, bir-birimizga mehrli oqibatli bo'lishimiz kerak deyapsiz. Bugungi kunda atrofingizdagi yaqinlaringizga o'zingiz qanchalik mehr bera olyapsiz? Men yaxshi onangiz borlar. Men hayotlar. Onam borlar, Xudoga shukr. Mana otam tomonidan aytdim. Onam 5 ta bolaga tarbiya berib, ko'ksidan jon berib o'stirgan bo'lsalar, hammamizga bir xil mehr berayotgan bo'lsa, ona masalan qiynalish yoshligidan otasiz qolgan farzandlarga nima deydi, ko'chadan non topib olib keladi-da, endi hali nima deydi, chumchuqlar ham ko'chadan, daraxtlardan bir narsalarni yeb uyiga qushida uchib keladi-ku, xuddi shunga o'xshagan biz mayda 5 ta bola uyda bo'lsak, olib kelib, don yedirib, non yedirib, hamma topganini olib kelib yedirgandan keyin biz o'sha muhitda katta bo'lganmiz. O'sha qiyinchilik muhitda katta bo'lganmiz. Men opamning kiyimini kiyardim. Men yangi kam kiyardim. Katta opam, mendan 2 yosh katta 74-yil opam bor, opam. Opam kiygandan keyin opamga yangi olib berilsa men kutib turardim. O'sha kiyimni men kiyaman deb. Chunki endi kam olinadi-da, mana 1 2 3 4 bo'lgandan keyin 4 ta qiz bo'lganimizdan keyin hammamiz manikini sinlarim, men opamnikini sinimkini eng kichkina sinim o'shana qilib kiyardi. Shuning uchun biz kiyimni qadriga, narsani qadriga yetamiz. Biz shu muhitda katta bo'ldik. Shunaqa qiyinchilikda katta bo'ldik. Biz onamizni qiynalib pul topib kelayotganini, qiynalib har xil tuhmatlarda ostida qolganini ko'rib, bilib turib, nima deymiz? Ha, endi o'tib ketdi demaymiz-da. Biz ana shu xotiralarni, ana shu qiyinchiliklarni hozirgi paytda onamizga oson qilib, o'shani rohatini qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Masalan, men harakat qilaman, qilyapman ham. Bundan buyog'iga ham qilaman, xudo xolasa. Chunki men onamdan boshqa hech kimim yo'q. Onangiz Farg'onada yashaydilar? Ha, onam Farg'onada yashaydilar. Ismlari Hikoyatxon, bu yil xudo xolasa 70 yoshga to'ladilar, inshaalloh. Umrlari uzoq bo'lsin. Iloyim uzoq bo'lsin. Shu onani tarbiyasini olgan, men bu narsa aytamanki, qaysidir onani tarbiyasini olib, ojiza, yolg'iz ayolning tarbiyasini olgan insondan yomonlik chiqmaydi. Biz hammamiz bir-birimizga mehr oqibatliyiz. Mana shu yerda Toshkentda turib, kerak bo'lsa katta opam ham, men ham Farg'onaga narsa jo'natamiz. Bayram sovg'asi yoki bir tug'ilgan kun sovg'asimi, yo o'zimizni yiqqan tiqqanimizmi, mana shunaqa qilib. Chunki nimaga qiyinchilikda katta bo'ldik-da, ko'rdik. Biz bolalarimiz ham qiyinchilikda katta bo'ldi-da. Endi hozir Allohim hozir aziz qilib, hozir shunaqa yaxshi kun bergan ekan, shundan foydalanishimiz kerak. Opa, bir vaqtlar o'sha Dildora Niyozova tomonidan kuylangan O'zingizni seving ayollar nomli she'ringiz bo'lganda, u qo'shiq ham qo'shiq holatiga kelgandan keyin ham yurak-yuraklarga kirib bordi. Ayollar uchun. O'zingizni o'zingiz sevib olyapsizmi? Albatta. Men o'zimni juda yaxshi ko'raman. Bir paytlar yaxshi ko'rmaganman. 17 yil yashagandan keyin yana 10 yil bolalarimni olib Rossiya Federatsiyasiga ishlagani ketganman. 10 yil muhojir bo'lganman, o'zimni sevmaganman. Chunki 18 soat, 20 soat, kerak bo'lsa 22 soat ishlaganman bitta sutkada. Shuning uchun
o'sha paytda sevmagan bo'lishim mumkin, lekin hozir o'zimni juda ham sevaman. Men ayollarga ham shuni aytmoqchiman. Chunki bir narsada o'zimizni sevmasak, boshqalarni ham seva olmas ekanmiz. Men shuni bildim. Dunyo tashvishlardan iborat. Barchasiga qilamiz toqat. G'am anduhga berilmang, faqat o'zingizni seving ayollar. G'or bo'ladi, to'lmaydi ro'zg'or, kamchiliklari bitmaydi abgor. Siz go'zalsiz, mehribon, dildor, o'zingizni seving ayollar. Ko'cha-ko'yda ko'p ekan mish-mish, boshga kelsa gar yana tashvish. Do'stim, dunyo bir martaga berilmish, o'zingizni seving ayollar. Gul tutmasa sizga yoringiz, boshga tushsa bir kor holingiz. Matonatli, kuchli o'zingizni seving ayollar. Siz go'zalsiz, go'zal yor ona, oilangizda ham yagona. Ko'zguga boqing, yana va yana o'zingizni seving ayollar. Men o'ylaymanki, ayollarimiz o'zini sevib yashaydi. Yulduz Usmonovani juda ko'p qo'shiqlarini matnini yozgansiz. Ko'p emas, 16 tami, 20 tami yozilgan. Oz emas, lekin men uchun bu kam. 50 ta, 100 ta niyatda endi bu orzu. Orzuga ayb yo'q. Orzu qilish uchun quruvchi qassob bo'lish shart emas-da. O'sha ishni qo'lidan kelsa, orzu birlashsa qila oladi. Shuning uchun niyat, yaxshi niyat, hali yana ko'p qo'shiq yozish, bir yilga 2 ta bilan balki 18 ta, 20 taga yetgan, lekin sanamadim. O'shanda bir sanaganda 16 ta edi. Barchamizga ma'lum bo'lgan qo'shiqlardan mana misol uchun do'stlarim, onam yuraklarni larzaga keltiradigan qo'shiqlar bo'lganda bular. Bugungi she'riyat, opa, nima deb o'ylaysiz? Yoki bugungi qo'shiqchilik san'ati ma'no, mazmun jihatdan soyozlashib ketmadimi ekan? Juda soyozlashdi. Menga bas gapirish, lekin men o'zingni fikringizni aytayman, men o'zimning fikrimni aytayman, juda soyozlashdi. Televizorda masalan qo'yasiz, baribir ko'rasiz, qo'shiqlarni eshitasiz. G'ashlarim kelib ketadi. Nahotki shuni televideniyega o'tqizyapti. Hay mayli nima. Bizning yoshlarimiz ham shu qo'shiqqa qarab ketadi-da. Men masalan buni Yulduz Usmonovadan ko'p eshitaman. Yulduz ham aytadilar. Bir kuni bittasi kastim shim kiydim yor deb qo'shiq aytibdi bitta erkak. Nahotki endi kastim shim kiydim yor deb qo'shiq aytadimi? Xo'p, to'g'ri bilaman, atlas ko'ylak kiydim deb ayol kishiga yarashadi-da bu. Atlas ko'ylak kiydim yoki ro'molim xarir bir narsa degan bu so'zlar chiroyli so'zlar-da, qovushadigan. Endi kastim shim kiydim deb aytmayman. Men hozir qolgan aytsam hozir yoshlarni tanqid qilib qo'ygan bo'laman, aytmayman, qo'shiqlarni eshityapman, lekin men o'zim ko'nglim to'lmaydi. Chunki meni o'zimdan shunaqa so'z bilan qo'shiq so'rashadi, men yozmayman. Xafa bo'lmanglar. O'zlari ham eshitayotgandir, yozmayman. Chunki men unaqa sayoz so'zni yozsam, ertaga u she'r qo'shiq anaqa meni kanalimga kiradi, she'ri matnga tushadi, qog'ozga tushadi. Ertaga, Lolaxon shunaqa narsa yozibsiz-da degan narsa bo'ladi. Keyin ustozim tomonidan ko'p tanqid bo'lishni xohlamayman. Keyin ko'p o'quvchilar, mana shu she'riyat muxlislari tomonidan e'tibordan chetda qolishni xohlamayman. Mayli, she'rim qo'shiq bo'lmasin. She'rim qalbda yashasin, kitobda yashasin. Mana internet hozir kitob. Internetda yashasin. Mayli, qo'shiqda yashamasa ham mayli. Bir yilda bitta, bir yilda 4 ta, bir yilda 10 ta qo'shiq qilsam ham, masalan, qo'shiq bob yozsam ham, zato nima deydi? Chiroyli, hali o'qiganda, she'rini o'zini o'qiganingizda ham voy deydigan narsa bo'lsa yaxshi-ku bu. Albatta. Eshitganda ham qalbingizga kirib boradigan bo'lsa, bu men o'ylaymanki, bu boshqalarga ham manzur bo'ladi. Ali saviyasi past qo'shiq yozgandan ko'ra yozmaganim yaxshi. Buyurtmaga ham yozgansiz she'r? Buyurtmaga ko'p yozaman. Qiyin bo'ladimi? Ozgina qiyin bo'ladi, lekin menda shunaqa odat bor, buyurtma berayotgan odamning oldida o'tiramanda, mikrofonni yoqaman, zapis qilaman uni. Uyga borganimda, shu hali ijodga o'tirgan paytimda xonamga kirib olib shu zapisda yozuvini qayta eshitaman. U meni miyamga muhrlanib, men o'shani ichida yashashga harakat qilaman. O'shanda chiqara olaman. Xudo xolasa, men ko'p shunaqa bo'lgan, bundan buyog'i ham shunaqa bo'ladi. Mana masalan Feruza Jumani yozmani, Dilfuza Ismoilovani, Yulduz opamni, masalan,
Hadicha Qurbonova, endi hozir Hadicha Qurbonova menimcha san'atdan chiqib ketdilar. Yana yosh san'atkorlarim ko'p esdan chiqib qoldi. Husan Sulton bor, Farg'onada bor, Umidjon degan yana ko'p esimda yo'q, vodiylik bolalar bor, qizlar bor, berganman ularga ham. Samarqandlik yosh ijodkorlar Amerikada ijod qiladi, ularga berganman. Ulardan ham bittasi Umidjon, bittasi Gulnora xonim shunaqa degan qizlar, ularga ham yozganman. Ular aytgani bilan men o'zimni so'zlarim bilan bezayman-da. Chunki men ertaga uni kanalga qo'ysangiz, siz aytmoqchi Instagram tarmog'i, Facebook tarmog'i orqali, Telegram tarmog'i orqali o'quvchilarimiz uni o'qisa, hafsalasi pir bo'lmasin deyman. Hozir baribir o'zbekligimizga boramizda, odamlarning cho'ntagini sanashga qiziqamiz. Tomoshabinlarda ham shunday savol paydo bo'layotgani tabiiy. Lolaxon qancha daromad topar ekan bu she'rlarning orqasidan degan savollarni berish mumkin-da. O'zi she'rning narxi qanaqa? She'rlarning narxi. She'rlarning narxi, masalan, yosh chiqayotganlar $50 men bilishimcha $500 bo'lsa, men $200 ko'p olaman, tepasini olaman. Aniq summasini aytmayman, $200 tepasini olaman. Eng kam olganim $200. Ha, chunki biz masalan, men eng yomon ko'rganim birovning cho'ntagini sanash. Masalan, menga ham ko'p aytishadi, "Sani ishing nima?" deyman. Birovning cho'ntagi emas, sani cho'ntagingni sarhisob qilmayapman. Masalan, birovning ovqati bilan meni ishim yo'q. Men ham yolg'iz ayolman, o'zimning uyda farzandlarim bor, nevaralarim bor. Endi men bundan tashqari boshqa bizneslar, boshqa ishlarim bor meni. Men bitta she'riyatga qarab qolmaganman. She'riyat shunaqa bo'ladiki, bir oyda 10 ta sotishim mumkin. Bir oyda sotmasligim mumkin. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Bizga shunaqa. O'sha do'stimiz bor, mashhur shoira Rislig'oy Xatamova ham $200 $300 she'r beradi. Masalan, bir xil shunaqa arzonmi she'rlaring deydi. Ha, shunaqa. Shuni ham ko'targan san'atkor bor, ko'tarolmaydigan san'atkor bor. Chunki bitta nimamiz aranjirovkamiz $500 dan $1000gacha bo'lsa, o'zingiz yaxshi bilasiz. Ideya 500 dan 1000 gacha bo'lsa, ha bitta qo'shiqni bechara san'atkorlar tayyorlaguncha 2000 ga borar, 3000 ga borar. Studiyasi bor, boshqasi bor. Masalan, aytishim mumkin, senga nima san'atkor bilan yo'q, nimaga? Men ularning ham sharoitini hisobga olaman. Nimaga men endi ular ham men masalan sharoitimni hisobga oladi-ku. Masalan, yo'q, men she'rim hozir $300 topib, 300 dan ishlab, ha bo'ldi. Pulingni ol, sharoitingni bilamiz masalan. Boshqalar ham shunaqa deydi. Shunday. O'shaning uchun men o'ylaymanki, san'atkor bilan shoir, ijodkor bilan, mana xonanda bilan shoir egizak. Hali shoir Botir aka shunaqa deganlar. Bular egizak. Bular bir-birisiz yasha olmaydi. Masalan, she'ram musiqa bo'lib kuylanmasa, u she'rligicha qolib ketadi-da kitobda. Qo'shiq bo'lsin, odamlarning qalbiga ertaroq tushsin desiz, xonandagi bilan birga hamkorlikda ishlashingizga to'g'ri keladi. Uni plus minusi bilan sizni plus minusingiz tushishi kerak. Siz uni sharoitini tushunasiz, u siz sharoitingizni tushunadi. Bitta to'xtamga kelib ishlasangiz, men o'ylaymanki, chiroyli bo'ladi. Hali aynan tepadagi summani ushlab olmaysiz. Uni masalan, yo'q muncha beraman desa, mayli deysiz. Bo'ladi shunaqa ham. Menda ham bo'lgan shunaqa. Eng ko'p gonorarni kim bergan? Albatta Yulduz Usmonova. Opa, hamma rozi qiladilar. Ha. Juda ham. Kerak bo'lsa she'r rizi bir olmasingizdan ham masalan sharoitimni tushunib menga ko'p yordam beradi Yulduz Usmonova. Men buni xalqqa chiqib aytishim shart emas. U insonni balki menga, meni yolg'izligimni biladilar yoki men endi Toshkentga ko'chib kelgan bilanlar. Masalan, bilsangiz, to'g'risi hozirgi yangi olgan uyim ham Yulduz Usmonovani ishlab, shu o'zim shu pullarimdan olganman. Toshkentga kelib 3 yil ichida uyli bo'lish oson emas, 3 yil. Avazoxon aytgandek 10 yil yurgan Avazoxon. Biz endi 3 yil bo'lganda kelib, mana Xudoga shukr, to'ylarimizni qildik. Biz to'ylarimizda mana Yulduz Usmonova, Dilfuza Ismoilova, Mavluda Asalxo'jayeva, Imron, Lola Ahmedova, hammasi endi hozir otani esidan chiqarib qo'yganimsa xafa bo'lishmasin. Hamma ijodkorlar xizmatimizni qilib berishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Meni yolg'izligimni bildirishmadi. Mana shu shou biznesga kirib ishlayotganimni, halol ishlayotganimni, mehnatimiz samarasini avvalo Alloh, oxiri Alloh ular berdi sababchi bo'lib. O'sha rahmali Halimaxonim ham boshdan oxirigacha o'tirib bergan borib, hurmatimizni joyiga qo'yib. Shuning uchun shu topayotgan pulimiz halol shekilli. Mana yuribmiz yer ustida, bola chaqamizni boqib, kerak bo'lsa onamizni boqamiz mana shu berilayotgan rizq bilan. Alloh, menimcha o'ylaymanki,
onamga olaman deb niyat qilib qo'ysangiz, Alloh sizga o'sha pulingizdan so'ragan pulingizdan 10 barobarini ko'p beradi. Nimagaki siz onangizga berasiz-da buni. Siz onangizni boqyapsizmi? Onangiz dorisi bor, onangizni yeb ichishi, onangizni usti bor. Ha, har bir farzand bor. Hammamiz qilamiz. Lekin siz masalan 5 ta farzand bo'lsak, men aytmayman 5 ta farzand biz u, opam qilsin, u singlim qilsin yo ukam qilsin demayman. Men o'zimni bitta farzandman deb qilaman. Bir kunda domladan shu gapni eshitdim-da men. Onangizga qilmoqchimisiz sizlar? Siz o'zingizni bir dona farzandman, men bittaman. Demak, men shu hammasini shu qilishim kerak deb qiling ekan. Domla shunaqa deganlar. Shu gapni eshitib olib, men o'zimga shuni shior qilib olganman. Shuning uchun onam telefon qilib deydi. "Lolaxon, puling bormi?" dedilar. Nimaga mendan pul so'raysiz? Nimaga puling bormi deysiz? Puling bormi demang, Lola, men uni olib kelib bermanga deyman. U meni ishim. Qarz olamanmi, mehnat qilib topamanmi, o'zimni yonimdan o'sha bir nimaga olib qo'ygan pulimni beramanmi, u meni vazifam. Men topib berishim shart va majbur. Chunki onamiz bizni shu paytgacha, shu yoshgacha yetkazdi-ku, majburiyatni bo'yniga olib, to'g'rimi? Biz ham majburiyatni bo'ynimizga olib, onamiz so'raganda aytgan zahoti topib berishga harakat qilaylik. Ha, menda ham doim pul bo'lmay qoladi. Qarz olib topib bergan paytim bo'lgan, lekin aytmayman onamga. Onam nech pul kerak? Men shunda nima olmoqchisiz? Men bunaqa, xo'p, mana kartangizga tashlab beraman. Chunki biz opam bilan Toshkentga olib kelib olsak, bir hafta turib yana qochib ketib oladilar Farg'onalarga. Shuning uchun men o'ylaymanki, bittaman bas har bir farzandni bu bizning vazifamiz. Ota-onamizga qilishimiz kerak. Go'dakligimizni anuni olib bering desak, puli bormi, yo'qmi olib bergan-ku. Albatta. So'ramagan-ku. Biz so'ramaganmiz. Onam pulingiz bormi olib berasizmi demagan. "Ha, shuni olib bering, shuni kiygim kelyapti. Maktabdagilar kiyyapti." Xo'p, otasi borlarki, otasi bordan, onasi katta ishda ishlaydigandan a'lo darajada bizni boqib katta qilib qo'yishgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bir farzand o'zini bitta donaman, men bir donaman, onamga qilishim shart va majbur deb onasiga xizmat qilish kerak. Opa, yuqorida aytib o'tdingiz, 3 yil bo'ldi dedingiz. Undan oldin ham Yulduz opa bilan ishlagansiz, adashmasam siz. Ko'p ishlaganman, Farg'onada turib ishlaganman. Farg'onada turib ishlagansiz. Farg'onada turib ishlaganman, Rossiyada turib ishlaganman. Rossiyadaligimni ham opam Telegramdan yozib 2018-yil Lola, bu yil senga bu yil seni olib chiqmoqchiman dedilar. Ko'p she'rlarni olaman sendan, qani tez yoz dedilar. O'sha paytda o'sha do'stlarim, unda do'stlarim yozilgan paytda o'zi Yulduz Usmonova sahnaga qaytmagandilar, bilsangiz. Bu turgan, shundoq turgan qo'shiq bo'lgan tayyor. Sadarayxonni yozganmiz, Telegramdan turib internetdan ishlaganmiz. Sadarayxonni yozganmiz, Sevgi tangosini yozganmiz, Yorim kelardi yozganmiz. Do'stlarim o'zi bor edi, San yozilgan. Yana bitta narsa ochilishiga. O'sha nimani ochilishiga, konsertda menimcha ochilishiga yozilgan. Shu birinchi o'sha olib chiqqanlarda 6 ta qo'shig'im bilan olib chiqqanlar, 6 ta she'rim bilan. Keyin Rossiyadan kelib, o'zim opam Toshkentlik-ku, opamnikida turib, Yulduz Usmonova bilan shu konsertda Sen va men uchun konsertida ishlaganmiz. Yulduz Usmonova bilan tanishish jarayoningizni ozgina gapirib bering. Qiziq voqea bo'lgan ekan. Juda Yulduz Usmonova qiziqishi bilan tanishishimiz juda qiziqarli bo'lgan. Chunki men Yulduz Usmonovani ashaddiy fanatlaridan biri bo'lganman. Ko'p. U kishining fanatlari juda ko'p. Lekin men ularda shu fanatlarini orasida ashaddiy deb o'ylayman, ashaddiy fanatlaridan bo'lganman. Facebook tarmoqlari orqali ish yuritaman. Ijodimni qo'yib boraman. Bir Sabina Marash degan bir nima ko'zim tushib qoldi. Yulduz Usmonovani rasmlari turibdi. Ichkarilarga kirsam Yulduz Usmonovaning klip jarayonlari turibdi. Lekin familiya, ism umuman boshqa. Keyin sekin o'zim duruzga tashladim. Nimaga men Yulduz Usmonovaga qiziqqanim uchun bu ham bir ashaddiy fanat yoki Yulduz Usmonovaning oldida ishlaydigan kimdir? Chunki men topolmayotgandim u insonni she'rlarini bera olmayotgandim. 2014 yo 15-yil adashmasam, biz farzandlarim bilan Rossiya Federatsiyasida biz ishlab yuribmiz, muhojirlik qilib. Keyin yozdim sekin. Assalomu alaykum. Siz ham Yulduzning muxlisimisiz dedim. Meni do'stligimni qabul qilganlaridan keyin. Ha dedilar. Ko'rdim, hamma rasmlaringiz Yulduz Usmonova ekan. Men ham juda yaxshi ko'raman. Endi men hozir zerikib o'tiribman, ishga cho'r bo'lgan vaqtda va yozishyapman. Men ham juda ham yaxshi ko'raman Yulduz Usmonovani deyapman. O insonni 30 yildan beri shu darajada e'zozlab, avaylab kelyapman. Siz ham shu darajada yaxshi ko'rasizmi? Ko'rdim, hamma rasmlaringiz Yulduz dedim. Ha dedi, bir ikki javob chiqib ketdi.
keyingi kirishlarida yozib qo'yyapman. Men qiziqyapman. Bu odam kam gapiryapti. Yana ham qiziqishim ortdiki, balki Yulduz Usmonovaning yonida yurgan kimdir balki. Deyapman-da, endi yo qo'shnisidir, yo opa-singlisidir bilmaysiz-ku. Deyapman-da, yana yozsam, keyin men Yulduz Usmonovaning o'ziman dedilar. Ana shu yerda men shokka tushib qoldim. Oyoq qo'lim buzilib qoldi-da. Yulduz Usmonovaning o'ziman deyaptimi, deyapman. Yana ishonmadim. Keyin siz meni yuragim bilan o'ynashmang deyapman. Yulduz Usmonovani mana shuncha yil kutganman. Nahotki siz Yulduz Usmonovani o'zisiz. Mayli, keyin gaplashamiz. Lolaxon o'yin ichida biz tanishib oldik aytmoqchi. Biz tanishdik. Men Lolaligimni aytdim. Yulduz Usmonovani ashaddiy muxlisligimni aytdim. She'rlarim faqat Yulduz Usmonovaga, hali hech kim Yulduz Usmonovadan oldin hech kim qo'shig'imni she'rimni qo'shiq qilmagan edi. 2014-2015-yillarida. Men xud she'rlarim qo'yib borardim. Hammasi zo'r va chiroyli yozasidirdi. Vaholanki hozir o'sha she'rlarni o'qisam kulgim qisdi edi, zo'r yozilmagan. Ko'ngil uchun aytishgandir balki, nima praktika yaxshi bo'lmagan. Keyin o'sha tanish bo'lganmiz, opa bilan 3-4 marta gaplashdik. Keyin yana men gap olishga harakat qilganimda, ha Yulduz Usmonovani o'ziman, keyin gaplashamiz. Lolaxon bizda repetitsiya davom deb chiqib ketdilar. Davom deb Yulduz Usmonova aytadi. Bilasiz, men ko'p kuzataman endi ularning ijodini. Keyin manda halovatim yo'qoldi, uyqularim o'chdi, endi o'tiribman. Voy qizimga aytibman, Nilufar qara, Yulduz Usmonova, ayya, ishonaverasizmi? Hammaga ishonasiz. Buncha sodda bo'lmasangiz, yo'q, davom desam, davom, mana aytaman, davom, deb yulduz bo'lamanmi? Vaholanki meni farzandlarim ham Yulduzni qo'shiq ostida katta bo'lgan, ikkalasi ham Yulduz Usmonovani sevadi. O'g'lim ham o'zbeklardan Yulduz Usmonovani eshitadi, qizim ham Yulduz Usmonovani eshitadi. Yulduz Usmonovani qo'shig'i bilan uxlab, bular Yulduz Usmonova qo'shiq bilan turardi. Chunki Yulduz Usmonovani allasida katta bo'lgan. Alla bolajonlarim, alla degan bor-ku. Beshigingning o'ng yonida eshigi yo'q deganda men qo'yib mana shunaqa qilib o'tirardim. Kasetada Yulduz Usmonova aytardilar, meni bolalarim uxlardi. Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari bolalarimning qulog'idan kirib qalbiga joylashgan. Men shunaqa, hatto meni nabiram ham yaxshi ko'radi Yulduz Usmonovani shu darajada. Keyin opam aytadi, bu sendan qondan o'tgan bolalaringga, menga fanat bo'lish deydi. Bilaman, boshqalar ham yaxshi ko'radi, lekin menikilar o'ta yaxshi ko'radi, men o'zimga o'xshab. Keyin mashina degandan keyin endi uyim, o'g'lim ham ha dedi, qizim ham ha, voy ayay dedi. Shu bilan endi men Sabina Marashni keyingi kirishini kutyapman. Keyin qachon kirar ekanlar? Rosa yozib tashladim. Keyin men dedilar. Keyin bir kuni Lolaxon tez nomeringizni bering, bolalarim sizga aloqaga chiqadi. Voy, men Rossiyadaman, ko'rsam bering, Telegramdan ishlaymiz dedilar. Keyin o'sha paytlarida o'sha Samarqand degan qo'shiqlari chiqqan edi. Men sen bilan qirolichaman degan albomni agar bilsangiz. Keyin ko'zimda yosh kel, bag'ritosh yosh boshimga nega ko'z yosh degan qo'shiq naqoratiga meni so'zim tushib qolgan. O'sha vaqtda men nomerimni berdim, Baxtiyorjon degan musiqiy rahbari bo'lardi, udarnikda o'tirardi, barabanda o'sha bola chiqdilar menga aloqaga. Biz o'sha yerda Telegramda birinchi ishlashimiz bo'ldi. Men sen bilan qirolichaman albomida 2000-3000 rubl topardim. O'sha paytda bu juda katta pul edi. Bir kun ishga chiqmaganman, kres qilib menga vaxadnoy deganmanda, men sen bilan qirolichaman deb bolalar bor edi, Rahmali Avazbek o'tib ketdilar. Shu bola menga primoy qilib bergan, Rustamjon degan bola bilan, Madiyor degan bolalar bor edi. Ular kirardi, taqdimotga taklifnoma bilan kirishardi, bilsangiz. Kichkina dedimen restoranda, mehmonxonasida bo'lar. Olib berishgan. Shunda eshitganman. Shoirlar deb aytiladi-ku endi. Mana deb tur, oxir Lola Sobirova so'zlaridan foydalanildi deganda mendan baxtli odam yo'q edi bu dunyoda. Chunki siz o'ylang, Yulduz Usmonova konsertida sizni familiya ismingiz chiqib turibdi. Meni qancha do'st dushmanim bor, siz bilasizmi? Bu Yulduz Usmonovani fan klubiga kiradigan menga nechtasi a'zo bo'lasiz-ku baribir qiziqib. Hammasi unisi bu yoqdan menga dushman bo'ldi, kim do'st bo'ldi, kim o'zicha dushman bo'ldi, kim ichimga kirib dushman bo'ldi. Xullas, bularda oldida menga bu juda ham katta sharaf, men o'zim uchun ham katta sharaf edi. Keyin diskni menga rasmga olib jo'natishdi. Lola Sobirova, shoirlarda qatorida Lola Sobirova turibdi. Bu siz bilasizmi, 30 yil bu orzungiz go'daklik paytimdagi, men yaxshi ko'raman, oldi yoshligimdan yosh qizil olma deb chiqqanlardan beri men Yulduz fanatiman. Ya uyda yolg'iz qolsam, yo ishxonada ishga borishga hali vaqtim bo'lib tursa, uyda o'tirib 2 rakat tahajjud, 2 rakat niyat namozi o'qib, men Allohdan Yulduzni so'rardim. Mana so'raganlarimni Alloh berdi. Mana shunday bo'lib xolis bo'lganda baribir. Xolis niyat.
Opa, bugungi darajaga yetguningizcha siz anchagina hayot qozonida qaynadingiz. Juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rdingiz, osonlikcha yulduzning oldiga kelib qolmadingiz-da siz. Albatta. Lekin Show biznesga-ning. Show biznesga osonlikcha kirmadingiz-ning. Bugungi kundagi yangi yetishib chiqib kelayotgan yoshlar oson yo'llarni tanlamayaptimi shu cho'qqiga yetish uchun? Juda oson yo'lni tanlashyapti, juda. Mani shogirdlar Telegram kanalim borda. Shogirdlarni o'shga qo'yaman. Ular yozgan she'rni men tahrir qilib turaman. Endi u darajada haligi Amir Xudoyberdi, mana Mahmud Toyib ularga o'xshagan katta shoir Ruslan Hatamova, bular o'ta kuchli katta shoirlar. Botir aka mana ularga o'xshagan kuchli shoir bo'lmasa ham, o'zimizni Ruminimizda yetarli shoir bo'lganmiz. Lekin shular shu Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini yozgan yoki bir yonida yuradi deb qiziqibmi bilmadim yoki boshqa san'atkorlarga yoki she'rlarim rostdan yoqibmi, menga shogird oling deb yozishadi, mayli deyman. 2 marta, 3 marta gaplashamizda, yo 3-chi yo 4-chi yozib gaplashishda albatta she'rni beradida, shuni Yulduz Usmonovaga bering ustoz deydi. Qanday unda u agar to'g'ri kelgan shoirni olib kitobini yoki bir she'rini bersangiz, bu Yulduz Usmonova bo'lmaydi-ku. Bu qancha chertib olishini uni biz bilamiz. Siz bilasiz. Ularni odamlar bilmaydi. To'xtinglar, sizlar ham ozgina mehnat qilinglar, ozgina harakat qilinglar. Bu kunga yetmoq uchun bitta mana shu yorim borda hayotda. Yaxshi kunga yetmoq uchun yomon kundan o'tmoq kerak deydi. Bu degani quyoshli kunga borish uchun Yulduz opamning gaplari bor. Hayotimiz quyoshdan iborat deydilar. Yomg'ir yo qor bo'ladi. Mana shulardan o'tishimiz kerak-ku biz ham, to'g'rimi? Juda oson yo'lni tanlashadi. Ozgina mehnat qilish kerak, ozgina harakat qilish kerak. Baribir o'ylaymanki, inson harakat qilsa, qiyinchiliklardan o'tsagina o'zini orzusiga, o'zini ana shu quyoshli kuniga yetadi albatta. Hayolimga ham keltirmaganman-da. Mana men konsert muharriri bo'ladi deb ham o'ylamagan ekanman. Biz faqat konsertni bu yog'ini ko'ramiz-da, tashqini, ichki mehnatini bizga ko'rinmaydi. Nafaqat bizga, mana shu muxlislarga ham ko'rinmaydi, tomoshabinlarga ko'rinmaydi. Lola, sen she'r yoza olasan, demak sen muharrir bo'la olasan. Keyin muharrir bo'l mani nimamga. Nima, opa men qanday qilaman? Men unaqa ishni bilmayman-ku. Qanaqa qilib muharrir bo'laman desam, opa aytdilar, sen har bitta qo'shig'imiz so'zlarini yozasan, daftarga tushirasan, ularni pechat qilasan, qog'ozga tushirib, sen ularni terasan papkaga. Har bitta masalan endi har bir ijodkor masalan men ham she'rimni yoddan bilmayman. Yulduz Usmonova ham o'zini qo'shig'ini yoddan bilmaydilar-ku, baribir nechta millionta she'rlari bor, to'g'rimi, qo'shiqlari bor. Shuning uchun har bittasini yozasan, har bittasini papkaga tikasan. Bitta xato bo'lsa kallang ketadi dedilar. Shundan boshlandim. Juda ko'p xato qildim, tan olaman, juda ham ko'p. Men shu yerdan turib Yulduz opamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men o'zlariga aytmagan bo'lsam ham, garchi kunlarda yonida bo'lsam ham ayta olmayman. Yulduz opasiga katta rahmat. Boringizga shukr. Avvalo Alloh, oxir Alloh. Siz meni shu kunga kelishimga sababchisiz asl. Agar siz meni she'rlarimni olib chiqib qo'shiq qilib shoir qilmaganingizda meni boshqa san'atkorlar ko'rmas edi. Men shunaqa deyman. Agar meni bir Yulduz opam olib chiqmaganda boshqa san'atkorlar meni ko'rmas edi. Meni yotganimda, hali bir bu yoqda yurasiz, endi yotgan deyman. Hech kim ko'rmaydi-ku. Xutkali birov ko'rmay, gul yerda yotgandek yotamiz, birov bilmaydi. Uni olib, shishaga solib, unga suv quysangiz, birov bir ahamiyat beradi. Menga ham Yulduz Usmonova xuddi shunaqa qilib yo'q odamni olib chiqib, o'zlari kashf qilib Lola Sobirova shoira, muharrir qilganingizga sizga katta rahmat, sizni yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, biz o'sha jamoa, Yulduz Usmonovaning jamoasi, biz Yulduz opamning talablariga javob bera olyapmiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham javob bera olamiz. Bundan buyog'iga ham ishonchli bo'lib, yonlarida turib, yelkama-yelka turib, yana hali Xudo xolasa ko'p konsert qilamiz, yelkama-yelka turib birga ishlaymiz va birga mana shu maqsadlarga birgalashib yetamiz. Opam oldida turibmiz. Xudo xolasa inshaalloh biz ham maqsadimizga yetamiz. Har bir konsertda ishlash meni eng katta maqsadlarimdan biri. Mana yana bir navbatdagi konsertda ishladim. Allohga behisob shukr. Opa, ilohim ko'z tegmasin oqibatingizga opa bilan. Demoqchimanki, Yulduz opa bilan bugungi kunda juda ham bir yaqin munosabatlarni, rishtalarni bog'lashga ulgurdingiz-da siz. Alhamdulillah, Allohga shukr. Yulduz Usmonova haqida insonlar orasida har xil gap so'zlar yuradi. Birov u deydi, birov bu deydi, lekin yaqindan shu hayotlarida, o'sha uylarda ko'p yurasiz, birga ko'pincha bo'lasiz. Yulduz Usmonovaning bir gaplari bor-da, yirtiq ko'ylagimda ham baxtli bo'lishni bilaman deydilar.
Uyda shunaqa yuradilar-da. Oddiy, o'zlari menimcha o'ylayman, shu oddiy samimiyat shu odamlarga yoqadi. Dabdabavozlikdan ko'ra. Chunki siz hozir gapirayotganingiz, Yulduz opam uyda biz ko'ramiz-ku. Usmonovani sizlar sahnada ko'rasizlar. Yulduz opamning qalbi juda go'zal. Bilasizmi? Men bu ayolni sahnada yaxshi ko'rardim, sahnada. Lekin uyda bu holatni ko'rgandan keyin Yulduz Usmonovaga muhabbatim yana 100 chandon ortdi. Chunki bu inson haqiqatiga birinchidan, ikkinchidan mehr bera oladilar. Ko'ngli yarim insonni ko'nglini ko'tara oladigan inson. Mani dardimga sherik bo'ladigan inson. Nafaqat meni, umuman atrofidagilarni. Mana shu biz ishlaymiz, biz bitta komandamiz, maslahat ham har kim beravermaydi sizga to'g'ri maslahat. Maslahat berib, qalbingizga quloq solib, o'zining mehr muhabbatini berib, u bitta she'ringizni olib qo'shiq qilgandan-da 1000 chandonda bu. Bu narsa, men shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun Yulduz Usmonovani bir narsa deb gapirsa yonib ketaman, jahlim chiqib ketadi. Nimaga? Sizlar u insonni ichini, qalbini bilmasdan turib nimaga bunaqa gapirasizlar? Ertaga Alloh taolodan nima deb javob beramiz? Siz birovni bilmasdan turib haqorat qilishga haqqingiz yo'q-da. Siz qo'lingizni ushlab olmagansiz, shamchiroq yoqib turmagansiz, to'g'rimi? Yoki siz o'sha gapini aynan ko'zingiz bilan ko'rib, quloqingiz bilan eshitmaganingiz ekan, bu gapga siz aytga chiqib olib fatvo berib, nimada internetda yozishga sizning haqqingiz yo'q. Men ko'pchilik bilan urushaman, yonib ketaman, chunki men bu insonni bilaman-ku. Qanday qilib jim qarab o'tiraman? Qanday qilib qarab o'tirasiz? Meni yuragim yonib ketadi. Men birovga gapirtirmayman. Yaxshi tomonimi? Yaxshi tomonini ko'ringlar. O'shanda ham Yulduz opa aytadiki, "Voy, Ali, meni maqtamanglar" dedilar. Shunaqa insonni eshitganmisiz? Voy, opa bunaqa, yo'q, sen meni maqtama. Bu hammasi Alloh beryapti, Alloh qilyapti. Alloh buyuryapti, men shuni qilyapman. Bu miyamdagi ozgina suyuqlik nima qilardi dedilar. Meni maqtaydigan emas, men bilan ishlaydigan odam kerak. Shunaqa dedilar ko'zlar. O'shaning uchun yo'q, biz endi maqtashimiz kerak, chunki bordi bor, yo'qdi yo'q deymiz-ku. Yaxshini yaxshilaymiz. Masalan, voy opa, meni bunaqa bo'ldi. Yaxshi ko'yligingizni kiymayman, yarashmadi deymiz. Dinimiz bas deymiz, aytamiz. Opa ham gapiradilar, masalan, quloq soladilar yonidagilarga. Qalay bo'ldi konsert? Gapirlar. Masalan, gapir deylar yonda, masalan, qizlarga yoki o'zimizni masalan bolalarga, boshqalarga aytdilar, qanaqa bo'lyapti konsert? Tashqaridan qanaqa ko'rinyapti? Voy opa, zo'r bo'ldi. Mana naqa deydi. Men unga mana yoqdi, menga mana qo'shiqni so'radi desa, yana Yulduz Usmonova shunchaki yana jonli aytib turib, yana boshqa yana bitta qo'shiqni qo'shadilar o'shanga. Nimaga? Muxlislar o'shani so'radi, norizo bo'lib chiqib ketmasin dedilar. O'shalarni bergan puli menga yo'qish kerak. Bola chaqa boyiraman va shuncha nechta odamni boqadilar. Nechta odamni qozoni qaynaydi shu Usmonovani orqasidan. Shuning uchun bu ayolni bilmasdan turib qoralamanglar. Bitta qo'shiqlari bor Yulduz Usmonovani. Mo'ralamang eshiklarni qoqmasdan. Qoralamang odamlarni bilmasdan. Shuning uchun iltimos odamlarni bilmasdan qoralamaylik. Ko'rganimizni aytaylik. Masalan, to'g'risi ham-da. Shuning uchun men bu insonni uydagida haligi aytganlaridek yirtqamaykada yuraman dedilar-ku. O'sha yuradi o'sha. Mazza muzdekkina. Voy lola, shunda biram baxtliman, biram mazza qilaman. Haqiqatan shunaqa yuradilar. Haligi biz o'zimiz-ku, men boshda ko'rib, voy, Usmonova uyda shunaqa oddiy yuradi. Voy dirdim. Keyin ko'nikib ham ketdim, o'rganib ham qoldik. O'sha o'tiramiz, bitta stol atrofida o'tiramiz, yediradilar, ichiradilar. Men aytaman, opa, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz bizni yedirib ichiryapsiz. Bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom ber deydi. Shuning uchun biz hali nima deydi, men nimaga hali yuragim yonib olishib ketaman. Mana ko'pchilik yaqinda bitta Facebookda bitta siyoq qo'yibdi. Endi nima desa deb yozibdi. Men aytdimki, siz insonni bilmasdan turib qoralashga nima haqqingiz bor dedim. Nima haqqingiz bor? Siz haqqingizda bas, men sizni hurmat qilaman. Rahmat, hurmat qilgan. Lekin Yulduz opani men yaxshi bilaman-ku. Men o'sha yerda kerak bo'lsa opa bilan billa yotib, billa turaman. Kerak bo'lsa uzoqqa safarlarga billa boraman. U insonni mendan qalbini yaxshi biladigan odam yo'q. U ayolni men bilaman, 100% bilaman. Bu ayol birovga yomonligi tegadigan, birovni g'iybat qiladigan odam bas. Men birov bilan urush qolgan taqdirimda ham yo xafa bo'lsam ham, qo'ylola, unut o'shani dedilar. Kechirvor dedilar, lekin yoningga yaqinlashtirma dedilar. Kechiraman, yaqinlashtirmayman. Chunki men Yulduz Usmonovani hayotdagi mana shu eng katta shou biznesning eng katta meni ustozim Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova insonlar bilan qanaqa muloqot qilishni o'rgandilar, qanaqa munosabatda men juda ko'p tushib olayotgandim. Juda ko'pchilikka ishonaman, tappayti shu yig'lab o'tiraveraman keyin. Keyin halida she'rlar yoziladi. Odamlardan ko'nglim qoldi deb o'tiraveraman keyin.
O'shaning uchun bu insonni bilmasdan turib qoralamanglar. Umuman insonni bilmasdan turib qoralamanglar. Haqqimiz yo'q bizni. Shunday chiroyli ro'za Ramazon kunida odamlar uyda o'tirib tavbasini qiladigan bir paytda o'tirib olib ayol desangiz ayol, erkaklar ham o'tirib olib g'iybat qiladiki, men juda xafa bo'lib ketaman-da shu paytda. Bizni erkagimiz oldingi alib qomat erkaklar qani? Qani o'sha hali bir gapga qo'ysingchi, gapirma o'shani deydigan erkaklarimiz qani? Billalashib o'tirib olib g'iybat qilib o'tiradi. Qanday bu insonlar? Men xafa bo'lib ketaman. To'g'risi hamda erkaklar masalan kiradi, to'g'ri, internetga kirsin, shunaqa erkaklarimiz bor. E'tibor qilmaydi. Qo'ysalaring-chi deb yozadigan erkak. Shunaqa erkaklar bor, o'tirib olib ayoldan 5 battar g'iybat qilib o'tiradi-ya. Tanqid qilishga ustamizda. Juda, lekin bu darajada bo'lmaydi-da. Bir ayol ojiza ayolga tosh otganda, mendaqa odam to'lib ketaman, hali erkakni yozayotganini ko'rib, sen insonmisan, erkakmisan? Iltimos, erkakligingcha qol. Biz erkaklarimiz g'ururi bor. Ori bor, nomusi bor. Uncha gapga oliga qilmaydi. Sirri bor, bir sirda bir xirda dedirdi, bu rahmali. Erkaklar shunaqa bo'lish kerak. Har narsaga kirib olib, xotinlarga o'xshab xotinchalish bo'lib o'tirmaydi. Albatta. Baribir men shunaqa erkaklarni yaxshi ko'raman. Bitta gapli bo'l, uyda bunday qo'yganda shuni gapi gap bo'lsin. Shu paytgacha Yulduz opani men endi o'sha ekran orqali ko'rganman. Endi men yaqinda shu o'zingiz xabaringiz bor, ko'pincha prezentatsiyalarga borishga harakat qilaman, taqdimotlariga. Shu birinchi marta borgan vaqtimda Zo'r TVda taqdimot bo'ldi. Syomkalar tugadi, tugagandan keyin shu opa bilan ozgina intervyu olmoqchi bo'ldim. Keling deb o'zlari chaqirib oldilar oldilariga. Intervyuni beryaptilar. Bir kibr nimaligini his qilmadim-da. Kibri yo'q shu insonda, ishonasizmi? Men qo'rqib turibman-da, zo'rg'a shu ozgina intervyu olsam-da deb turibman. Haliga katta intervyuni taklif qilish menda umuman tilimga kelgani yo'q u narsada. Opa o'zlari gapiryaptilar-yu. Uka, siz bilan jurnalistmisiz? Ilohim omadingizni bersin. Biz siz bilan alohida bir intervyu qilamiz degan gapni aytganlarida men shokka tushdim-da. Xursand bo'lishimda yoki nima, shu yerda qotib qoldim to'g'risi. Shunday bir samimiy insonligini shu yerda his qildim opani men yana. Juda samimiy. Aytayapman, odamni tabaqaga ajratmaydi bu inson. Kibr degan narsa yo'q. Albatta. Yulduz Usmonova sahnada Yulduz Usmonovada. Sahnada chunki Yulduz Usmonova bo'lmasa paypalab yuborishadi. Agar sahnada ham shunaqa turib beradigan bo'lsa, odamlar paypalab yuboradi. Insonda muloqot paytida bilasiz kimligini. Suhbat jarayonida bilasiz. Mana o'zingiz ham aytyapsiz-ku, kibr degan narsa yo'q. Keldimi chiroyli savollarni bersin. Hali g'alati ko'chadagi mishmishlar yo bir g'alati gaplarni masalan keragi yo'q. Ijodkorning ijodini to'xtatishni keragi yo'q-da. Men ko'pincha ijodkorda hali bir gap suhbat bo'lsa qirqib qo'yishadi. Mana sizlar ham qirqib qo'ymanglar. Shu joyi noto'g'riki, bu gap ulanib ketish kerak. Ana shunda odamzod to'g'ri talqin qiladi. Agar mana u sizni gapingiz boshidagi gap bo'lmasdan o'rtadagi gapni olsangiz, ha bu osmondan tushdimi, bunaqa deyapti. Masalan, erkaklarda o'zim bunaqa deyishga meni haqqim yo'q. Men hozir boshidagi ko'rganlarimni bilib turib gapiryapman. Shu ulanib ketish kerak-da. O'shanda odamzod mag'zini chaqadi-da. Ha, mana u degan ekan, mana u gap to'g'ri kelib qopti deydi. Shuning uchun Yulduz opam ham ko'p gaplarini qirqib, mana shunaqa noto'g'ri odamlarda noto'g'ri fikr, noto'g'ri bir nima paydo bo'lib qoladi. Albatta. Yana bir narsaga guvoh bo'ldim. Yulduz opa har bir ishlatayotgan xodimlarini, ishchilarini rozi qilar ekan. Shuni sezdim-da, mana misol uchun o'sha qo'shiq taqdimotlariga ham bir necha marta borgan bo'lsam, taqdimotdan keyin yoki bir kechki ovqatga taklif qilish. Albatta, bizda albatta bo'ladi u, albatta. Prezentatsiyada qatnashayotgan har bitta insonni kechki ovqatga taklif qilish. Ovqat juda chiroyli dasturxonlar bilan restoranlarda agar Zo'r TVda qiladigan bo'lsalar, albatta Zo'r TVda ham katta shu Zarifa opa povramiz borlar, katta doshqozonda oshlarni qilib kelishadi. Ana shu yerda turib olib, hammaga osh tarqatadilar. Aytayapman-ku, bir chiroyli, bu inson dasturxonli inson. Bu ayolni yonida yurgan odamga barakat yo'qadi. Mana men kim edim, kim bo'ldim? Ayting. Bir yolg'iz ayol edim. Muhojir, musofir yurtda ishlab yurgan, ikkita go'dagini boqayotgan bir ayol edim. Shu yerga keldim Yulduz Usmonova 2020-yilda butunlay chaqirib oldi. Bo'ldi, yig'ishtir ishini kel, mana yerda yur. Mana keldim, ishim topdi. Mana hozir Yulduz Usmonovani
muharriri bo'lsam, yana 8 ta san'atkor bilan ishlasam, she'r yozib, yana Flavor turistik agentstvasida reklamni menejer bo'lsam, koreyskiy probiotik bo'yicha Medicokda reklamni menejer bo'lsam, yana bitta Jet Travel bor, sayohat Arabistonga sayohat qildirib, mana shu Jet Travelda ham reklamni menejerman. Men bitta ish bilan to'xtab qolmayman. Har bir ishimni sevib boshqacha yondashaman. Agar siz o'zingizni ishingizni sevmasangiz, siz ishlay olmaysiz. Shuning uchun Toshkentda yashash oson emas, Toshkentda hayot kechirish oson emas. Shuning uchun imkon qadar ko'proq ish, shu reklamni menejerlik bo'lsa, marhamat murojaat qilaveringlar. Reklamni menejer bu reklama orqali, internet orqali ishlaymiz. Shuning uchun men qo'rqmasdan mana shuncha ishlarni olib, bemalol ishlab, har bittasini o'zini yo'liga qo'yib, vaqt soatiga qo'yib ishimni qilaman. Baribir o'sha birinchi sizga tamal toshini qo'yib bergan deymizmi? Birinchi sizni oyoqqa turg'izgan inson bu Yulduz Usmonova bo'lgan, to'g'rimi? Shu Yulduz Usmonovani juda ham bir boshqatdan kashf qildim desam mubolag'a bo'lmaydi-da. Juda ham yanada mehr muhabbatim oshib ketdi bu. Qaraysiz, mana bir marta ko'rishganingizda aytyapsiz. Siz bir marta ko'rishib shuncha, ammo har kuni kashf qilaman bu insonni. Suhbatlashib. Bu hozir yerda gap aytaman. Bu ayolda yana bitta jihatini, yana bitta qirrasini, qalbini ko'rganim. Marg'ilonga bordik-da, bir yil bormadik, bir yil yomg'irlar paydo nima bo'ldi, oxirgi nimada bora olmadilar, bu yer bordilar. O'tgan yilmi borganimizda Halima Rahmali ham bor edi, qabristonga bordik. Otalarini, onalarini, akalari o'tgan, yaqinda jiyanlari o'tgan, o'shalar qabriga borganimizda aytdilar, sizlar o'tirib turinglar, men dedilar, o'sha qabriga borib kelinglar-da, borib keldilar-da. Borib kelib, g'alati bo'lib keldilar. Endi turamizmi opa desam, to'xta dedilar-da, haligi qabrda tozalab yuradigan bor, ayollar, ayol kishini chaqirdilar. Kelib, undan oldin ehsonlarini berib, go'shtlarini berishdi, qo'y so'yildi. Ikkita qo'y so'yilib chaqirdilar, keling dedilar. Cho'ntaklardan pul chiqarib, mana dedilar, mana ota-onamni qabriga qarab yuribsiz. Men uzoqdaman. O'zimizkilar yaqin-u, baribir chiqquncha o'ramsiz, suv quyasiz, gulga baribir qaraysiz, tozaligiga qaraysiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin, mana shu pulni oling deb. Voy, opa qo'ysangchi, men o'zim qilaman savobga dedilar. Yo'q dedilar. Siz ham mehnatingizga rozi bo'ling. Rozi, men aytdingiz, mana odamni rozi qilish nimalari bor. Keyin yana bitta iltimos qilsam maylimi deyapti. Qarang, iltimos qilyapti. Xo'p, kim nima deydi? O'sha Yulduz Usmonova, O'rta Osiyo primadonnasi, bizni san'atimizni butun bir dunyoga tanitgan, tarixda qolgan inson, ana shu tozalab yuradigandan iltimos qilyaptilarki, o'zi uchun emas-da bu iltimos ham. "Ho, mana qabrni ko'ryapsizmi?" deyaptilar. Qarovsiz qabrlar bor-da, hatta. Qarovsiz qabrlar, tikon o'sib yotgan, suv quyilmagan, gullar qurib yotgan. Ha, opa ko'rdim. Ana shu qabrlarga suv quyib, tozalab turing deb shunday cho'ntagiga pul sol. Opa qo'ysangchi dedi. Yo'q dedi. Bu o'sha mehnatlaringiz uchun dedi. Men keyingi safar kelsam yana beraman, iltimos dedi. Shunaqa qarovsiz turmas, men aytib bizni qabrlar chiroyli turgan, u qabrlar qarovsiz turmasin deyapti. Siz qilasizmi shu gapni? Shu ishni qilasizmi? Men qilmasdim, men xayolimga kelmagan bu narsa. Endi qaraydigan bo'ldim shu gaplardan keyin. O'zingiznikini tozalaysiz, ketasiz. Yo noto'g'ri bo'lsa ayting. Qur'on tilovatingizni qilasiz, ketasiz-da. Qo'shimchasiga ularni ham o'ylaganlarini qarang. O'shalarni o'ylab, o'sha qabrlarni ham tozalab qo'ying dedi. Endi hali ayol shunaqa yig'layapti. Yolg'iz ayol ekan, endi turmushda qiynalgan ayol ekan, yig'ladi turib. Ishonasizmi, opamni duo qildi. Keyin birgalashib Kaptarli mozordan chiqib ketdik. Men Halima Yulduzovani ko'pchilik bo'lib. Men ketyapman hamma nimasida. Nima Yulduzovga yuring, meni mashinamda chiqasiz dedim. Uylar hech qancha emas. Xursand bo'lib, Nexia 3 ta yangi olgan paytim dedi. Opam xursand bo'lib, "Opa o'tiring, siz o'tirib bering, tavari qilib bering mashinamni" deb kuldim. Keyin Halima aytdi, "Ha, bo'pti, Rahmali uyam. Farg'onada sani mashinada yursalar, Toshkentga borganda menda yuradilar" deb shunaqa dedi. Rahmali uy ham bir anaqa qilib qo'ydi. Havas qildi endi baribir. Keyin Yulduzov, "Keyin mashinamni chaqirib o'tiramizmi? Yuringlar, sizlarga chiqib ketamiz." 2-3 ta mashina bo'lib chiqib ketdik. Opa menikida o'tirib, yana o'shanda ham opamni qarangki, "Halima, sen to'lachasan. Hali hech kimga aytganim bu gaplar. Sen oldiga o'tir." Men xohlayapman Yulduzov ham oldiga o'tirishni xohlayapman-da. Opam aytdi, "Yo'q, opa unaqa qilmang" deb Halima ham xijolat bo'ldi. "Men orqaga o'tiraveraman, men Lola orqasiga o'tiraman, Lola sizni suradi" deyapti. "Yo'q, sen o'tir" dedilar.
dedilar. Men senga nima qildim? Ilindim. O'tirsan, men orqada o'tiraman, kichkina odamman dedilar. Qarang. Oldi endi Halima to'lacha rahmali bilasizlar. O'tirdi. Yulduz opam shap chiqdilarda oyoqlarini qilib sidinaning tepasiga oldilar orqada. Yonlarida o'sha deylar yordamchilari o'tirdi. Shap o'tirdilar, orqalari oyoqlarini ko'tarib oldi. Men aytdimki, qarang, bo'lmasam shap oldiga o'tirib ol. O'tirib Halima orqaga yotsalar bo'lardi. Ana shu yerda yana bir g'alati boshqacha bo'ldi. Bu inson hali bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Juda ham ko'p. Mana bizni lol qoldiradigan, bizni hayron qoldiradigan. To'g'ri aytishi mumkin. Ha, endi u ham bir bandada qiladi. Yo'q. Bir xilga odamlar shuni qilmaydi-da. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda o'zimizni baxtli qilib, dabdaba bilan ko'rsatishga o'rganib qolganmizda, lekin shu xalqimizga oddiylik, soddalik, samimiyat yoqadi-da. Yulduz Usmonovda mana shu narsa bor-da, shu oddiy holatlarda chiqib ham trendga chiqib ketadilar. Oddiy ro'mol o'rab turib ham, samovarni choyda qaynatib turib yoki bitta ovqat qilib turib, somsa qilib turib ham trendga chiqadi. Bu endi men bitta narsada agar Allohdan buyurilmasa, Allohdan aytmasa, sizga bunaqa narsa omad yo bir qobiliyat bunaqa kelmaydi. Bu insonni Alloh qo'llagani shuda. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki Alloh buyurmasa, hali bir odam bozorga dallol bo'lmaydi deyshadi. Alloh aziz qilgani shu. Alloh mana bizni ham aziz qilgani shu. Allohga behisob shukr. Alloh aziz qilmasa, siz bilan biz bunaqa gaplashib ham turmas edik. Shunday. Shu opani shu samimiyatlari ilohim yo'qolmasin. Yo'qolmaydi bu insonda. Martabalari ulug' bo'lsin, xalqimizga esh bo'lib yashash uzoq yillar nasib qilsin. Mana o'sha xalqimizdan ajramaslikda bu samimiyat bilan shu oddiy o'sha xalqimizdagi o'sha jaydarlik, o'sha vodiycha holatlarini saqlab qolganlarda o'zlarida yashasalar bo'ladi, o'sha korolevani yoqib olib yoqmaydi-da xalqqa. Ovqatga o'zlari qiladilar. Kerak bo'lsa uyda ham burka qilib ketadilar. Bo'ladi-da shunaqa. Men bitta narsaga qoyil qolganim, Yulduz Usmonova san'atkor bo'lsa, masalan, uyda ona, buvi, ayol, to'g'rimi? Masalan, Mansur Agaliyevni sevimli vafoli ayollari, bu ayol uyda 5 mahal namozini kanda qilmaydi. Ibodatini kanda qilmaydi. Yana bizni kecha kuni mana Laylatul Qadr bo'ldi. Hammani Laylatul Qadr kuni bilan tabriklayman. Bu kunga yetib kelganimizga behisob beadad shukr deyman. Menimcha aytsa bo'ladi, bu internetdagi nima-ku, bular endi baribir hammamiz musulmonmiz-ku. Shunda menga telefon bo'lyapti. Iftorlikka ketayotgandim kecha. "Hay, Zapatsam, Lola bormisan? Nevarali bo'lib, bola bilan bo'lib ketding." "Yo'q, opa, men borman. Sizni haddi bezovta qilgim kelmaydi. Chunki baribir ijodkor odam, dam olsinlar deb yaqinda Dubaydan qaytdingiz. Endi o'zi endi bo'ldi-ku Dubaydan qaytganingizga aytsam, "Lola, bugun Laylatul Qadr. Bugun o'tiramiz, ibodat qilamiz, Allohdan so'rab chiqamiz" dedilar. Endi men xursand bo'ldim. Iftorlikdan chiqdim, uyga kelib o'sha maxsus kiyimlarimiz deymiz, kiyib namoz o'qigan borib o'tirdik. Tonggacha ibodat qilib o'tirdik. Tonggacha bizga Qur'onlarni o'qib berib, uni masalan mana Baqarani o'qib beryaptilar, orqasidan perevodi bor, bilasiz, tarjimasi bilan o'qib beryapti. Kim sizga shunaqa o'qib beradi? Ayting. O'qib ketishaveradi, o'qib berib duo qilasiz. Nimani o'qiganini masalan arab tilida tushunmaymiz, a? Kecha endi biz shunaqa shu 8-10 ta ayol o'zimiz o'tirib o'qib, opalari o'zimiz oilaviy o'tirdik. Shunaqamga mazza qildim. Endi shunaqa yengil bo'ldi, ishonasizmi? Xuddiki bir tog'ni talqon qilgandek, bir bitta katta ishni mahlatib kelgandek mazza qildim. Qalbim orom oldi. Mana shu san'atkor, mana shu ijodkor o'tirib hammamizga bilmagan narsamizni o'rgan. Masalan, men ko'p narsani bilmasman, ko'p narsani Yulduz Usmonovadan o'rganganman. Bolalarim yoshligida o'sha Rossiyaga chiqib ketib o'sha ishlagan bo'lsa, men ibodat qilishga vaqtim bo'lgandir. Bir mahal, 2 mahal qilganimda 5 mahal ibodatga o'tirishimiz yoki bir Allohni tanib, mana ishni qilib, mana ishni qilmasliklarimiz hammasini bizga baribir shu inson o'rgatib kelyapti. Tanijoni sog'-sog'siz ijodimdan qotib bu yoqqa o'tib ketdik-ku. Endi baribir bor gapni aytish kerak-da. Sizni kim shu darajaga yetkazganini aytish kerak, bo'lmasa nonko'rlik bo'ladi. Mana shu ayol shu kungacha olib chiqdi, men hammaga aytganman, sizga ham aytyapman. Shu inson orqali men Lola Sobirova bo'lib yuribman. To'g'risini aytaman sizga. Shu inson orqali san'atkorlar menga murojaat qiladi, bizga ham she'r yozib bering. Agar bu inson meni olib chiqmagan, meni hech kim olib chiqmas edi. Shunday. Baribir kimnidir sababchi qiladi-da Alloh. Alloh sababchi qiladi. Biz ko'p kuzatamiz opani shu gullarni parvarish qilib yurganlari, uy ishlarini qilib yurganlari, ovqat tayyorlayotgan vaqtlari, shu konsert vaqtida ham konsertdan chiqib ham xamirli taomlar qilganmiz.
qildik. Tugib o'tirishlarini ko'rib hayron qoldim-da. Chunki shuncha odamga chuchvara yediramiz deb chuchvara qildik. 300 ta odamga chuchvara qilish oson deb o'ylaysizmi? Oson emas bu jarayon. Hammamiz mehnatda, xizmatda bo'lib, opam boshchiligida chiroyli chuchvaralarni qilib, ishchilarga yedirib. Endi bu inson o'zi pishirib, qo'li bilan yedirishni yaxshi ko'radigan inson. Masalan, bir xilga odam povurni olib kelib ishlatadi yoki restorandan olib kelib, har doim osh yo'rasizlarmi? Bo'ldi, osh bir kun dam olsin Ikrom aka deb o'sha Ikrom akamiz bor, biletlarga javob beradigan tashkilotchimiz. Shu insonga aytib, bo'ldi opa, bir kun bo'lsa siz chuchvara qiling dedilar. Chuchvaralarni qilib, mana o'shanda ko'rdingiz, trendga chiqib ketdi chuchvara tugagan paytlar. Konsert o'ylasalar bo'lmaydimi? O'zi tayyorgarliklar, yugurlar. Qarang, bu inson qanday insonda? Shu holatlarini ko'rib menda bir g'oya paydo bo'ldi-da. Yulduz Usmonovani ko'pchilik shu sahnada, konsertlarda, bir syomkalarda ko'rganda, endi shu insonni shu oddiy yulduz holatida, xonadonlarida shu taom tayyorlab, shu gullarni parvarish qilayotgan holatlarini bir ko'rsatuv qilib olib chiqishni maqsad qildim. Inshaalloh nasib qilsa, Ro'zada. Ertaroq aytganingizda qildirib beradi. Albatta, Xudo xohlasa, nasib qilsa albatta qilishni niyat qildim. Chiroyli Alloh niyat qilavering, yaxshi ana qilsangiz, lekin haqiqatdan ham uyda uy xaziyaka deymiz-ku, nima deymiz? O'zbekchasiga nima? Uy bekasi sifatida oling. Boshqacha bu inson. Boshqacha bo'ladi-da, boshqacha taraflarini ko'rsatib bersak, albatta nur ustiga alo nur bo'ladi deb o'yladim. Opam o'zi ham xursand bo'ladilar, menimcha. Ko'p to'g'ri bunaqa olaman deganlari ko'p-ku, lekin siz samimiy ekansiz, siz o'sha bir bitta gaplashganda Yulduz Usmonovani qalbini ko'rgan inson ekansiz. Xudo xolasa yo'q demaydilar sizga. Xudo xolasa. Har bir insonda orzu bo'ladi, armon bo'ladi degandek, orzularingiz bormi sizda? Qanday orzular bor sizda? Orzular ko'p albatta, lekin ijodkor sifatida bitta orzuyim bor, ijodkor, shoir sifatida. Mana shu kitoblar yozayotgan bo'lsak, she'rlar yozayotgan bo'lsak, yozuvchilar uyushmasiga, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lishdi. 3 yil bo'ldi menimcha topshirganman hujjatlarimni, lekin hali javob kelgan yo'q. Toshkentdan topshirdim. Menimcha men Farg'onadan topshirishim kerak edi. Farg'ona orqali ham topshirtirdim, lekin hali javob yo'q. Men hayronman, necha yilda masalan turgan bo'lsa 1 yilda 20 ta odamni qabul qilisharmi ekan degan savol bor. Agar 1 yilda 20 ta odamni qabul qilishayotgan bo'lsa, 4 yil bo'lgandir. 4 yilda qabul qilish kerak edi. Topshirganimga 3 yil yoki 4 yil bo'ldi menimcha. Ikkinchi marta topshirganimga 1 yil bo'ladi yaqinda. Ikkinchisini yana qayta topshirganimga. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, javob yo'q. Nima qilishim kerak? Men shuning uchun Sirojiddin Saidning oldiga borishim kerakmi? Yo bo'lmasam Ozodbek Nazarbekovga chiqishim kerakmi? Yo bo'lmasam prezidentga xat bilan chiqishim kerakmi? Tushunmaysiz. Qanday xat xabar yo'q, javob yo'q. Men masalan hozir tanish bilishsiz-da, bu men hali Yulduz opam men aralashtirganim yo'q, men hech kim aralashtirganim yo'q. Balki aytishlari mumkin bitta qo'ng'iroq bilan javob yo'q. Men qo'ng'iroq bilan hal qilmoqchi emasman. Faqat mana shu dokumentning hujjatlarim ko'rib chiqsin, kitobimni bir emas ikkita kitobni ilova qilib kirgizganman, ko'rsin. Qo'shiqlarim mana hozir 50 tadan ortib ketdi, uni ko'rsin. Baribir qandaydir bir yozuvchilar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo qilish uchun pora berilmasa kerak menimcha. Men shunaqa deb o'ylayman. Yo pora beriladimi? Endi bilmadik endi. Yo'q, men demoqchi bo'layotganim, topshirgan bo'lsak ham bizga birov mana inson topshirgan, shunchalarda qatorida turibdi deb birov bir telefon qilib, birov qiziqmayapti-da. Mana shunga hozir men juda ham jahlim chiqib turibdi. Mana shu yil men astoydil shunga bir yeng shimarib bir bormoqchiman. Sirojiddin Saidning o'zini yo qabuliga kiraman. Bilmadim, Ozodbek Nazarbekov bunga aralasharadimi? Madaniyat-ku. Madaniyat vazirligiga menimcha shoirlar, yozuvchilar uyushmasi ham aloqasi bo'lsa kerak. Yo bunga kiraman, yo bo'lmasa oxir oqibat prezidentga chiqaman. Yozuvchilar uyushmasidan iltimos qilib qolamiz. Albatta bu murojaatlaringiz yerda qolmaydi deb umid qilamiz. Chunki bu men nimaga buni aytayapman? Chunki juda ko'pchilik masalan o'zim ustozim ham aytgan topshiring deb topshirganman. Baribir ko'pchilik aytadi, yozuvchilar uyushmasiga topshirmagan, shunaqa chiroyli qo'shiqlari chiqqan, shunaqa chiroyli she'rlar yozasiz, kitoblari chiqib topshirganman. Lekin attagilari bee'tibor bo'lsa aytmanda emas-ku.
Albatta. Men qo'limdan kelgan topshirdim. Men kimlar a'zo bo'lganini ko'rdim-da. Masalan, men ham hali yosh bola emasman-da. Men ham kecha chiqqan emasman-da. Men 10 yildan beri masalan shu show biznes ichida bo'lsam, xo'p 5 yilida ko'zga ko'ringandirman. 4 yilida ko'ziga ko'ringandirman. Odam dedim, bor mehrimni uzatdim. Chetda turib ishlarini kuzatdim. Xato qilsa, xatolarini tuzatdim. Charchadim yolg'onli ro'yolaridan. Bugun ko'nglim qoldi dunyolaridan. Hayotning shafqati menga begona. Alamli azobi yaqin digona. Sirdoshim birgina Robbim yagona. Charchadim yolg'onli ro'yolaridan. Bugun ko'nglim qoldi dunyolaridan. Qadrim tenkin topmay sarsona qoldi. Do'st deganim yomon alamin oldi. Qalbimga unsiz armonlar soldi. Ezildim yolg'onli ro'yolaridan. Netay ko'nglim qoldi dunyolaridan. Osmonlar olis, qo'lim yetmaydi. Achchiq so'zlari dildan ketmaydi. Nonlari toshdan tishim o'tmaydi. Charchadim yolg'onli ro'yolaridan. Bugun ko'nglim qoldi dunyolaridan. Netay ko'nglim qoldi dunyolaridan. Charchadim yolg'onli ro'yolaridan. Sog' bo'ling. Juda ham ta'sirli, insonni o'sha qalbiga kirib boradigan she'r bo'libdi. Ilohim, qalamingiz hech qachon sinmasin opa. She'r yozishdan to'xtamang. Biz xalqqa berib, xalqimiz bahramand bo'lish kerak-da bu she'rlardan. Rahmat. Sog' bo'ling ilohim, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Yana biz sizni yanada ko'plab yutuqlarga erishganingizda, bundan ham baland cho'qqilarni zabt etganingizda, ayni mana shu studiyamizda sizni kutib qolamiz yana bir bor. Sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarni ham mana shu ko'rsatuv deydimi? Nima ko'rsatuvlaringni? Jasur Tursunov YouTube kanali. Jasur Tursunov YouTube kanali. Mana shu YouTube kanallaringga sizlarga ham omad tilayman. Yaxshi insonlarni yaxshi nima suhbatlaridan bahramand bo'linglar. Hamisha trendga chiqqan ko'rsatuvlardan biri bo'lsin. Men o'zim ham jo'natgan nimalaringizni kuzatganman. Suhbatlar yaxshi olib borasizlar. Ilohim, yaxshi suhbatlarni olib boradigan eng yaxshi mana shu jurnalistlardan biri bo'ling. Omad faqat sizlarning kuzatuvchilaring ko'p bo'lsin. Millionlab prosmotrlaring bo'lsin. Rahmat opajon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.